Çavatamsız ya. Endi bu nima deyiningiz? 2 yıldan yakın beni söylep жүрüp, endi bu ağanın muşundaqla menden ayrılmakçı mı? Men? Texima siz somkun ekepsiz. Vay kiminizi göz kılmaysız. Vaqirman Leyla, vaqirman. Ameliyat vaqo sizde ötken gelirim. Bak. Menden nima tutdu? Men sizga kesat 10dan keyin telefon qilmang, uchir qilmang deb chiqdim dedim. Anlamadingiz? Kesh o'g'anda shupin urib qo'shtirimiz bor ekan. Kechlik bozor cho'glaymiz, soat saroy oyilimiz deb turib oldingiz. Bunda qilsangiz albatta tushunib qoldi-da ishimizning ishi. Ma'qul. Demakchi bo'g'inimiz men o'zimga o'zim qilibdi menda. Buning ham ma'qul. Leyla. Bola ish bo'ldi qara. Hozir bizga boshqa amalmi yo'q. Bir ayrıldığa vaqt olsun, bir urushmay, so'qishmay, chiroyli ayrılaylik-ku. Chiroyli ayrılamdiq. Meni mushunda haqoratlamasangiz qanday chiroyli ayrılaman? Men qanday haqorat qildim sizga? Men sizni bilmamdim. Voy bu desam demisam ayolingizning somkisidu. O'g'irliqchi chiqmayadi mening og'zimdan aytmoqchi bo'layotgansiz. Voy siz nima deb yurisiz? Men bu somkini vaqo jammaygandan atayta sizga atab oldim. Shamsiz qarab yiqma. Marksim bor. İş qilib mening ko'nglim yerim bo'ldi. Nima? Pulimni beraydim. Neyla? Bir ayrıldigan chaqda olsun biz pulning gapini deyishmayli. Pulni ikkimiz tang qashlagan. Onun ustiga men sizga sovg'a olib keldim. Endi pulning gapini deysak bek set turdi. Siz setni bilamsiz? Men 2 yildan yoq so'rab жүрген vaqtingizda, ayolingizning bog'lig'imi esingizga kelmagan vaqtida, ajab, set esingizga kelmabdi ekan. Siz ish qilib pulimni bermay, mendan qutulaman deb ham xiyol qilma. Manda 10 ming qo'yba. Lekin ish mushundan tugusin, ha. Leyla, qanday qilinmaz endi? Bo'la ish bo'ldi edi, ha. Ikkimizga bir yashash nasib bo'lmabdi. Şuna menden o ağrınma. Şuna yaxşı yaşan. Uzaldı asraq, ha? Numarsız! Leyla pek yoqdun adaş. Adaş əxlaq malımını seni sorğatdı. Seni pek yoqdi, pek seğindim deydi. Ada sen qaysi axloq molimning gapini qilayotgansan, men faqat aslayamadim-ku. Hey! Hey, yaxshi domadan. Ha, men yaxshi. Ha. Nim chiqib ketdim. Oldirashma. Voy, adash. Men halim so'rmadim faqatla. Shunchalik ichim siqib tutqandi. Nima bo'ladi? Ha? Hey, o'ylab baqa. Ya, men shirkatga yomon ya cho'ngishim bermaydi qara. Endi men ya bir cho'ngaroq to'xtamni ya tuzib ekramidim men. Ha? Bu sep qilib baqag'im shu qanday? Ha?
Hey, şu o'xshash adam. Hem tutapaman ki şu uykuza xuddi satqarayotgan, qoqshayotgan shu. Hammayam dal shu bor. Hey, adash. Qolsang sen bir ishlab qopsa. Ha. Hey, shuningga adash. Bir ishlab qopgandan keyin Tapı tapıdığa işlerimi bir şerik kılıp alsam, ben sana Ayşe'ye bir tutup kalsam yaxşı emas mı? Ha? Ne? Ne? Hey? Ve avazın çıkmında da. Hey? Ölüp gitti ya bu. Yaxshimi uka? Men so'mka saqlatay degandim. Bo'ldi. Ukam, so'rab baqsam, so'mkani aketganda kim kesib bo'layveramda? Buni talon yozib bersam kim kesib bo'ladi dedi. Amsi xopolmay yo'lda ishkasimi bo'ldi deb yozib qo'yamsiz. Bo'ldi. Filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Yo'lvar saloniga kirib kinoxonadan ko'ring. Yaxshimi uka? Men so'mka saqlatay degandim. Bo'ldi. Ukam, so'rab baqsam, so'mkani aketganda kim kesib bo'layveramda? Buni talon yozib bersam kim kesib bo'ladi dedi. Amsi xopolmay yo'lda ishkasimi bo'ldi deb yozib qo'yamsiz. Bo'ldi. Bo'ldi. Chiqdaysiz. Rahmat ukam. Nimqotsiz? Buncha o'shyaptimi? O'sh. Kayfiyatingiz yana yaxshi emasmi? Voy, kayfiyating yaxshi emasmi? Demak, kayfiyating bormi deb so'rab baqamanda. Oyoqqa o'tiring. Voy. Voy, nim bo'ldingiz? Ajab shu kun oyoqqa bir kayfiyatingiz o'shalmayli qoldingiz adi. Voy, ish oqmayapsa. Voy, eqib qola. Bizningmi omadimiz kep qola. Voy, tilchim tegmaydi. Voy, o'ynamang-a. O'ynamasam sen qarab o'tiramdim. Qarsangiz nim bo'pti? Ayni vaqt ko'ydim pishdim deb og'am bo'g'aytingiz, endi qaringiz kelmayotamda. Va u vaqtda qalam ishlamabdi. Hey, shirkatinglarning yiliqqa o'tirib qo'ygan turi yana lo'nmadimi? Ha. Hey, sizga bir gap deyman. Ha, dina. Men chu qarang, o yo'lda kelayotqach, mashina to'xtash maydonidan men deb oldim. Nega bu? O'zingiz qarab beqing. Va bir narsa saqlatib qo'ygan talon ekan-ku. Ha, demak, men talonni ko'tarib borsaq, cho'qim bir narsaga erishalaymiz. Ha. Ber baqamdiq. Voy, sen barak edin. Voy, nim bo'ldingiz? Ahmet kemmidi deb qaqshayotgansiz. Kas tiq qaqshayotgansiz. Basangiz nim bo'ldi? Qara, uning ustiga yo'ldish basimi bo'ldi deb yozib qo'yibdim mana. Ha. Voy, yo'g'a istabdi. Ber beqing. Va to'lchishim tegmaydi. Qimmat pulliq bir narsa bo'lib qolsa. Texi, ne ishlatadigan bir narsa bu? Ber beqing. Voy. Barsiz. Cho'qim barsiz. De. Bu degan talimiz. Filmning to'liq qismini ko'rmoqchi bo'lsangiz, Yo'lvar saloniga kirib kinoxonadan ko'ring.